Assalomu alaykum, bu Dunyo yangiliklari kanali. Bugun dasturimizda Demokrat.uz rahbari pora olayotganda qo'lga olindi. Demokrat.uz internet nashri rahbari Fazliddinxon Asadullohxon o'g'li Mehmonov va bloger Aziz Abdullo o'g'li G'oyibnazarovga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Toshkent shahar IIBB xabariga ko'ra, 2025-yil 15 dekabr kuni G'oyibnazarov Sergeli tumanidagi avtosalon haqida obro'sizlantiruvchi video tayyorlab, internetga joylagan. Shundan so'ng nashr rahbari Mehmonov ushbu videoni o'chirish va tadbirkor haqida salbiy material joylamaslik evaziga $50 ming talab qilgan. Mehmonov jabrlanuvchidan 29 yanvar kuni $3 ming, 10 fevral kuni esa $17 ming olayotgan vaqtida qo'lga olingan. Holat bo'yicha tovlamachilik moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov davom etmoqda. Eron Rossiyaning Su-57Y o'rniga Xitoyning J-20 qiruvchilarini ko'rib chiqmoqda. Eron Rossiyaning Su-57Y o'rniga Xitoyning 5-avlod J-20 qiruvchi samolyotlarini xarid qilish imkoniyatini o'rganmoqda. Yaqinda Tehronda bo'lib o'tgan uchrashuvda Xitoy elchixonasi harbiy attashesi Eron harbiy havo kuchlari qo'mondoniga J-20 qiruvchisi maketini sovg'a qilgan. Shu bilan birga so'nggi 24 soat ichida AQSh harbiy havo kuchlari Yaqin Sharq va Yevropaga 34 ta transport parvozi amalga oshirdi. Mutaxassislarning fikricha, bu AQShning Eron bilan bog'liq ehtimoliy zarbalarga tayyorgarlik ko'rayotganidan darak bo'lishi mumkin. Rossiya Roskomnadzori Facebook, Instagram va YouTube'ni to'liq blokladi. Online loyihasi ma'lumotiga ko'ra, ushbu saytlar NSDI milliy domenlar tizimi DNS xizmatidan olib tashlangan. Bu shuni anglatadiki, Rossiya hududida foydalanuvchilar endilikda ushbu tarmoqlarga kira olmaydi, hatto sekinlashtirilgan holatda ham. Trampning Isroil bilan uchrashuvi va Eron haqidagi bayonoti. Men hozirgina Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu va uning vakillari bilan uchrashuvni yakunladim. Suhbat juda yaxshi o'tdi. Ikki davlat o'rtasidagi mustahkam munosabatlar davom etmoqda. Aniq kelishuv bo'lmadi. Biroq men Eron bilan muzokaralarni davom ettirish kerakligini ta'kidladim. Bitim tuzish mumkinmi yo'qmi, shuni ko'rish uchun. Agar bu amalga oshsa, bosh vazirga bu maqbul variant ekanini bildirdim. Agar amalga oshmasa, unda natijasi qanday bo'lishini ko'ramiz. Oxirgi safar Eron bitimdan bosh tortgan va Midnight Hammer zarbasiga uchragan edi. Bu ular uchun yaxshi yakun bo'lmagan. Umid qilamanki, bu safar ular yanada mas'uliyatli bo'ladi.